Mana biz hozir Yunusobod rayonining Kota Hasanboy mahallasida turibmiz. Mana chap tarafimizda Sheribom zavodda o'rni, kalsovoy betonka. Mana bu 60 metrlik ko'cha. Mana bu chiroyli qo'yilgan bolalar o'yingohini yonida birinchi ko'chada joylashgan uyimizni sotuvga qo'yapmiz. Hozir biz sizlarga o'sha uylarimizni ko'rsatamiz. Mana ko'chalarimiz keng, mahalla chiroyli. Mana o'sha ko'chadan kirganingizda 4 ta uydan keyingi mana shu uyimiz. Yana adresini bir marta tushuntirib o'taman. Yunusobod rayonida Katta Hasanboy mahallasida Yangi Qo'rg'on ko'chasida 10-uy sotilayotgan uyimiz. Bildingmi? Darvozaxonadan kirganingizda patologlar juda ham baland, chiroyli qurilgan. Uyi darvoza kengligi, mashina turadigan joyligi, bemalol 3 ta mashina sig'adi. Birimizni bitta obzor qilib ko'rsatib oling. Mana landshatning zonalari ham juda chiroyli. Hovli keng, ustidan oshiq hovli bor. Mana shu xonadonimiz, sotilayotgan xonadonimiz. Tepada 4 ta spalni bitta zal bor, pastda bitta zal, bitta hol bor. O'sha xonaga hisoblaganingizda 8 ta xonadan iborat uyimiz. $470,000 narxlanyapti. Uy egalari bilan telefon nomerlarini qoldiramiz. Uy egalari bilan bemalol o'zingizlar gaplashaverasizlar.